Xullas, hurmatli talabalar, bugungi darsimizdan umumiy xulosa shuki, kazus yechishda faqat javobga urg'u qaratilmasligi kerak ekan, balki eng asosiy urg'u javobga qadar bo'lgan turli holatlar va qonunchiliklarni tahlil qilgan holatda amalga oshirilishi kerak. Shunda chuqur tahlil o'z-o'zidan to'g'ri javobni keltirib chiqaradi. Xo'p, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kazuslar yechishda hammaga omad tilayman. Baho, mana sari yaxshimisan, o'zing yaxshimisan? Nima qilib o'tiribsan, Sen o'zi kutubxona boshqacha topib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Har kunda bir kutubxonadasan. Nima qilasan shularni? Qarochada 2 soatdan keyin bolalar bilan toqqa chiqib ketyapmiz. Narsalarni alishtirishga tayyor bo'lib turing. Kechki payt chiqib ketamiz. O'rtaman bora olmayman. Kazuslarni ko'ring, nechta kazus to'plangan? Har 2 kunda o'tiraveradimi odam? Shuni ham o'ylaysanmi? Imtihondan bir hafta oldin bitta vatanni topamiz, tanishim bor. $200 beramiz, tayyorlab qo'ysang bo'ldi. Bir hafta shuni olamiz, naushnikni quloqqa tiqamiz-da, 60-60 tayyor. Nima qilasan vaqtingni ketkazib? O'rtoq qo'ygin. Men kazusni yechishim kerak hozir. O'zing yozdirib. O'sha kimga yozdiradigan bo'lsang, yozdiraver o'zing. Bir yomon vatan bolasan-da. Mayli, o'zing bilasan. Shu yerda chirib o'tiravergan. Voy. Tushunmadim. Nima? Kavsligida savollar bormi? Bizga 20 ta kaus beriladi-yu, tegidagi savollari ham yo'q edi. Mana u vatan ham $200 olib indamagandi-yu, shuni yozib chiqsang bo'ldi deb. Voy, javob qaysi biriga yozaman? Har bir yacheyka alohida baholanar ekan. Endi qayerdan yozaman bularga javobni? O'rtoq, qalaysan? Yaxshisan? Qanday? Kechsan? Kimsan? Qat ketasiz ikkovlashib. Ko'rmadingmi? Yakuniy javoblari chiqdi-yu. Nuychi nima qilibdi? Bu haq beryapti. Konstitutsiyavidan 50 dan yuqori olsam haq beraman degan 56 chiqdi. O'zi grifda. Realni 56 oldingmi? O'zing kuching bilanmi yoki kimgadir yozdirdingmi? Ha-da, o'zi tayyorlanuvdi-ku. Allo. Assalomu alaykum. Qayerdasan? Nimalar qilib yuribsan o'zi sen? Dekanatingdan hozir telefon qilishdi. 6 ta fandan 4 tasidan yiqilgansan. Telefon qilsam 10 gacha kutubxonadaman deysan, qayerlarda yurganding men aldab? Menga yaxshi o'qishimga notebook kerak deganding, olib berdim. Metroda charchab qolyapman deganding, o'zim haydab yurgan mashinani berdim. Noinsof. O'zim taksi, avtobus qilib yuribman. Tez uyga kel biling. Bekor yurmasdan o'qsam bo'lar. Xalqimizda so'nggi pushaymon o'zingga dushman degan naql bor. Agar siz ham mana shunday dushmanni orttirishni istamasangiz, bugungi videoni diqqat bilan ko'rishingizni tavsiya etamiz. Zero bugungi video bu sizni 4 yillik talabalik faoliyatingizdan tashqari professional karyerangizga ham ta'sir o'tkaza olishiga ishonamiz. Sababi bugun kazus haqida gaplashamiz. Agar barcha tayyor bo'ladigan bo'lsa, biz boshladik. Dastavval savol hamda kazus farqini tushunib olamiz. Savol bu muayyan bir ma'lumot, fakt, voqea, hodisa haqidagi so'rov ifodasi hisoblanadi. Kazus esa bu biror bir huquqiy muammo, vaziyat tasviri yoki faktlarning bayoni hisoblanadi. Unga ko'ra voqea qanday sodir bo'lganligi, kim nima qilganligi, qanday holat yuzaga kelganligi haqida ma'lumot beriladi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, kazus bu o'z yechimini kutayotgan muammoli holat. Kazus so'zini o'zi esa lotinchadan olinganda holat, voqea, jarayon degan tarjimani beradi. Kazus bu talabani fikrlashi, tahlil qilishi hamda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Kazus 19-asr, taxminan 1870-yillarda Garvard Law School dekani Christopher Columb Langdell tomonidan rasman o'quv metodikasi sifatida joriy etildi. Hamda bugungi kunda kazus nafaqat huquqshunoslikda, balki pedagogika, tibbiyot, iqtisodiyot va menejment sohalarida ham keng qo'llanib kelinadi. Kazus bu bevosita Toshkent davlat yuridik universitetida talabalarni olgan nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash hamda ularni professional karyeralarni ilk davrida amaliyotga tez moslashishlari uchun xizmat qiladi. Bugun anglab turganingizdek kazus bo'yicha biz asosiy ko'rib chiqadigan masalalarimiz bu kazusning shakllari, ya'ni turlari haqida, kazusga javob topish usullari hamda kazus professor o'qituvchilar tomonidan qanday baholanadi degan savollarga javob topishga qaratilgan bo'ladi. Demak, hozir siz bilan ko'rib chiqadigan birinchi rejamiz bu kazusning shakllari haqida bo'ladi. Birinchi kazus shakli bu amaliyotchi kazus hisoblanadi.
Bu turdagi kazuslar real hayotdagi muammoli holat talabaga taqdim etiladi. Bunda talaba real vaziyatga nisbatan qoidani qo'llay olishi baholanadi. Ya'ni talabaga berilgan kazus bu haqiqatda hayotda bo'lib o'tgan voqeadan kelib chiqib taqdim etiladi. Misol tariqasida fuqaro muayyan masala bo'yicha davlat organiga bergan arizasini davlat organi bu murojaat bizga emas, boshqa davlat organiga tegishli deb fuqaroning o'ziga qaytardi. Bu huquqiy jihatdan to'g'ri. Mana shu singari kazuslar mana shu shakldagi kazus uchun xos hisoblanadi. Navbatdagi kazus shakli bu ta'limiy yoki didaktik kazuslar hisoblanadi. Bu turdagi kazuslar case study'ning asosini tashkil etadi. Ya'ni bu muayyan professor o'qituvchi tomonidan talabada real holatlarga yoki o'ylab topilgan sun'iy holatlarga nisbatan tahlil qilish, fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Ya'ni anglab turganingizdek, bu turdagi kazuslar odatda dars beradigan seminar o'qituvchilari yoki professor o'qituvchilar tomonidan tuziladi hamda talabaga taqdim etiladi. Masalan, bu turdagi kazusga quyidagini misol qilib keltirishimiz mumkin. Talaba darsda telefon o'ynab o'tirganida ustozi kelib talabani xonadan chiqarib yuboradi. Talaba esa bu uning ta'lim olish huquqini buzish deb shikoyat qiladi. Haqiqatda ham shundaymi? Ko'rib turganingizdek, bu turdagi kazuslar xayoliy voqeani real holatda deb tasavvur qilib talabaga tuzib beriladi va bu orqali asosiy maqsad talabani aniq javobni topishi emas, balki vaziyatni turli xil jihatlarini tahlil qilish orqali o'z shaxsiy fikrini hamda qarori pozitsiyasini shakllantirishga yordam beradi. Navbatdagi kazus turi esa bu boshqa biz bugun ko'radigan kazus turlari yoki shakllaridan farq qiladigan huquqiy bo'shliqqa yo'naltirilgan kazus. Huquqiy bo'shliqqa yo'naltirilgan kazusda aniq yechim bo'ladigan davlat tomonidan belgilangan qoida yoki norma mavjud bo'lmaydi. Bu turdagi kazusni talabaga berishdan asosiy maqsad talaba huquqning prinsiplari, qonunning prinsiplari hamda o'z fikrlarini bevosita o'qituvchiga yetkazib bera olishi baholanadi va bir narsani unutmang. Bu turdagi kazusda talabani bahosini ko'tarib beradigan eng asosiy jihat aynan mana shu huquqiy bo'shliq bo'lib turgan qismga o'zini shaxsiy taklifini berish kerak. Bu taklif xorijiy davlat tajribasidan kelib chiqib berilishi mumkin yoki talaba o'zi o'ylab topgan ushbu holatga yechim bo'la oladigan, isbotlab beriladigan hamda muayyan fakt dalillarni o'zida aks ettirgan yechim bo'lishi mumkin. Aynan mana bu kazusdan kutilgan asosiy maqsad demak talabaning o'sha huquqiy bo'shliqni to'ldira oladigan javobni taklif sifatida kiritishi hisoblanar ekan. Bu turdagi kazusga quyidagi kazusni misol qilib keltirishimiz mumkin. 2025-yilda davlat imtihonlariga kirish Face ID tizimi orqali amalga oshirildi. Bir talaba tizim xatosi sabab Face ID tizimi uni tanimay qoldi. Natijada u barcha hujjatlarni taqdim etishiga qaramay imtihonga kira olmadi. Ushbu vaziyatda talaba sudda yutib chiqqan taqdirda ham imtihonga kirishi 1 yildan keyin amalga oshiriladimi yoki alohida imtihon qo'yib beriladimi? Bu holatda abituriyentning ta'lim olish huquqi buzildi-ku. Qonunchilikda bunga aniq javob yo'q. Ko'rib turganimizdek, mana shunday holatda biz muayyan bir normani ushbu masalalarni tartibga soladi deb keltira olmaymiz. Demak, bu ayni vaqtda huquqdagi bo'shliq hisoblanadi. Talaba javob berganda mana shu huquqni bo'shliqni to'ldira oladigan javobni taqdim etishi hamda o'z shaxsiy taklifini bildirib o'tishi uni balli yuqori bo'lishiga olib kelishi mumkin. Navbatdagi shakldagi kazusimiz bu normani qo'llashga qaratilgan kazus. Bu turdagi kazuslarda huquq normasi kazusni o'zida berib qo'yiladi, biroq o'sha normani vaziyatga nisbatan qo'llash mumkinmi yoki yo'qmi, talaba uni har tomonlama ma'nosini tahlil qilgan holda javob berishi talab qilinadi. Bu kabi savolni berishdan asosiy maqsad talabada o'zi o'qiyotgan har bir normani mazmunini tushunish va uni haqiqatda vaziyatda qo'llay oladimi yoki yo'qmi aniqlashga xizmat qiladi. Bunga quyidagi kazusni misol qilib keltirsak bo'ladi. Bir bloger mahalliy hokim o'rinbosarini tanqid qilib, ijtimoiy tarmoqlarda uni kiyadigan kiyimlari barchasi juda qimmat brendlarga tegishli ekanligi, uni shaxsiy avtomobillari hamda ularning auksionda yutilgan qimmat raqamlari aks etgan videoni e'lon qildi.
Hokim o'rinbosari esa unga qarshi shaxsiy hayotimga aralashdi deb da'vo qildi. Jurnalist esa Konstitutsiyaning 33-moddasi 2-qismiga ko'ra har kim istalgan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega ekanligini aytdi. Ushbu vaziyatda kim haq hisoblanadi? Ko'rib turganingizdek, bu kabi kazuslarda norma bor, lekin o'sha normani berilgan faktik holatlarga, vaziyatga qo'llash mumkinmi yoki yo'qmi, talaba mana shuni tahlil qilib, javobni taqdim etishi shart hisoblanar ekan. Keyingi turdagi kazus bu nazariy yoki doktrinal turdagi kazus. Bu kabi kazusda talaba muayyan bir tushunchalarni, qoidalarni, olimlar fikrlarini o'zaro taqqoslagan holda javob taqdim etish kerak. Bu turdagi kazus talabani huquqiy tushunchalarni tushunishini hamda olimlar fikrlariga nisbatan o'z pozitsiyasini bildira olish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Odatda bu kabi kazuslar ko'pincha davlat va huquq nazariyasi modulida taqdim etiladi, lekin siz bu turdagi kazuslarni konstitutsiyaviy huquqda ham uchratishingiz mumkin. Masalan, quyidagi kazus bunga misol bo'lishi mumkin. Konstitutsiyaviy huquq darsida Jumaniyozov Konstitutsiya va qonun ustunligi hamda qonuniylik prinsiplari har ikkisi ham konstitutsiyaviy prinsip hisoblangani uchun ular o'rtasida farq yo'q ekanligini aytdi. Uni gapiga kursdoshi Tursunov qarshi chiqib, ular bir-biridan farq qiladigan prinsip ekanligini aytdi. Ushbu vaziyatda kimning fikri to'g'ri hisoblanadi? Ko'rib turibmizki, ushbu vaziyatda hech qanday qoida yoki norma haqida gap ketmayapti. Unda konstitutsiyaviy prinsiplarni mazmun mohiyatini aniqlashga qaratilgan kazus taqdim etilgan. Bunday holatda talaba ushbu kazusni yechish davomida albatta shu ikki tushunchani har taraflama tahlil qilishi, bunda albatta olimlar fikridan foydalanishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Navbatdagi kazus shakli bu axloqiy huquqiy kazus hisoblanadi. Ya'ni bu turdagi kazusda talabalar axloq hamda huquq o'rtasidagi chegarani aniqlab olishlari kerak. Talabaga bu turdagi kazuslar berilganda, ularda bevosita huquqni ustunligi, boshqa qoidalar bilan huquq o'rtasida ziddiyat kelganda, huquq qoidalari ustunligidan kelib chiqib turib, masalaga yondashish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, ushbu holatga quyidagi kazusni misol qilib keltirishimiz mumkin. Talaba imtihonda do'stiga yordam berdi. O'qituvchi buni uchun uni jazoladi. Talaba esa men do'stlikni qadrladim dedi. Bu holatda kim haq? Ko'rib turganimizdek, ushbu vaziyatda axloq, ya'ni do'stlik hamda huquq qoidasi, ya'ni imtihonlarda barcha qoidalarga amal qilish kerak o'rtasidagi qoida o'rtasida ziddiyat yuzaga kelmoqda. Bu holatda talaba albatta huquq qoidalarini to'g'ri qo'llay olishi hamda axloq qoidalari chegarasi qayerda tugashini albatta bilish kerak hisoblanadi. Navbatdagi turdagi kazus bu tahliliy hamda tanqidiy kazus hisoblanadi. Bu turdagi kazusda talaba odatda mavjud qonunni yoki sud qarorini tanqidiy ravishda baholaydi. Bu baholash talabada keyinchalik vaziyatga tanqidiy yondashuv hamda shu orqali kamchiliklarni aniqlab olishga imkon yaratadi. Bu turdagi kazusda esa quyidagini misol qilib keltirishimiz mumkin. Nogironligi bo'lgan fuqaro davlat idorasiga hujjat topshira olmaydi. Chunki binoga kirish yo'lagida podyomnik, ya'ni pandus yo'q. Sababi fuqaro aravachada harakat qiladi. Bu holatda ularga imkon yaratish qoidada bor, lekin amalda mavjud emas. Ko'rib o'tgan kazusimizda haqiqatda davlat qoidalarda fuqarolarning murojaat qilish huquqini belgilab qo'ygan. Lekin nogironlik aravachasida harakat qiladigan shaxs bevosita ikkinchi qavatga ko'tarilishda muammo bor. Sababi u o'sha aravachada foydalanib chiqishi uchun tegishli pandus u joyda o'rnatilmagan. Bu holatda talaba ushbu harakatga tanqidiy baho berish orqali kazusni muhokama qiladi hamda qonun normalari hamda uni ijrodagi holatini o'zaro muvofiq bo'lish kerakligi haqida o'z fikrini ko'rsatib o'tishi mumkin hisoblanadi. Navbatdagi kazus turi bu faktlar to'liq bo'lmagan kazus hisoblanadi. O'zi aslida kazusni eng qiymatini baland qilib turadigan jihat bu unda faktlarni to'g'ri hamda yetarlicha aks etgani. Lekin shunday turdagi kazuslar ham borki, ularda faktlar to'liq aks etmaydi. Endi bu turdagi kazuslarni yechishda eng asosiy qoida doimo yodingizda bo'lishi kerak. Faqatgina bitta to'g'ri javob bo'ladi degan fikr xayolingizdan chiqarib tashlashingiz kerak. Sababi bu turdagi kazuslarda agar
holatda mana bu fakt bo'lganda bunday bo'lar edi, aksincha bo'lsa bunday bo'ladi shablonidan foydalaniladi. Ya'ni talaba kontekst mohiyatidan kelib chiqib o'zi xayolan bir faktni yaratadi hamda ushbu fakt bo'lganda vaziyat qanday bo'lishi haqida o'z fikrini bildiradi, bo'lmaganda qanday bo'lishi haqida fikr bildiradi. Demak, bu turdagi kazuslarda sizdan talab qilinadigan asosiy jihat, siz javobda har ikki holatni ham berishingiz kerak. Ya'ni fakt bo'lib, o'sha holat amalda bo'lganda qanday bo'lardi? Endi siz xayolan nazarda tutgan fakt yo'q bo'lsa qanday bo'lishini albatta tahlil etib o'tishingiz kerak. Bu turdagi kazusga esa quyidagini misol qilib keltira olamiz. Onlayn tarzda repetitorlik qiladigan ingliz tili o'qituvchisi yangi kurs ochayotganligini ma'lum qildi. Unda reklama sifatida oldin o'qigan talabalarning kurs haqida, u bilan shaxsiy chat orqali yozilgan yozishmalarning skrinshotlaridan foydalandi. Reklamada o'z ayolini raqamidagi yozishmalarni ko'rgan Jahongir o'qituvchiga qo'ng'iroq qilib o'z e'tirozini bildirdi. Ushbu holatdagi kazusga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizda bir fakt yo'q. Ya'ni o'qituvchi mana shu yozishmani Instagramda reklama sifatida foydalanish haqida o'sha yozishma egasi bilan kelishuvga erishganmi yoki yo'qmi bizda noma'lum. Agar mana shu fakt bo'ladigan bo'lsa, vaziyat yechimi boshqacha, bo'lmaydigan bo'lsa, boshqacha holatga kelishi mumkin. Shuning uchun bu turdagi kazuslarda siz kontekstdan kelib chiqib turib, xayolan muayyan faktni yaratasiz va u fakt bo'lishi yoki bo'lmasligidan kelib chiqib turib fikringizni ikki xil usulda ifodalashingiz kerak bo'lar ekan. Shartli ravishda so'nggi kazus shakli sifatida biz aralash kazus turini misol qilib keltirishimiz mumkin. Unga muvofiq talabada bir vaqtning o'zida yuqoridagi bir necha shakllar, ya'ni huquqiy bo'shliqqa yo'naltirilgan, amaliyotchi kazus, nazariy kazuslar birlashtirilgan holda berilishi mumkin. Bu tarzdagi kazuslarni berishdan asosiy maqsad talabani har taraflama bilimini baholash hamda uni shaxsiy pozitsiyasini aniqlab olishga yordam beradi. Bu turdagi kazusga biz quyidagini misol qilib keltirishimiz mumkin. Kamila 2005-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Uning ota-onasi Ispaniya davlatidan kelgan va O'zbekistonda faqat vaqtincha yashash uchun ro'yxatga olingan. Ota-onasining fuqaroligi aniq emas. Kamilaga faqat tug'ilganlik haqida guvohnoma berilgan. Lekin u boshqa biror davlat fuqarosi sifatida ro'yxatga olinmagan. U butun hayoti davomida O'zbekiston hududida yashab kelgan. 2022-yilda Kamila O'zbekiston Respublikasi prezidentiga murojaat qilib, soddalashtirilgan tartibda fuqarolikka qabul qilishni so'rab, ariza topshirgan. Biroq uning arizasi rad etilgan. Rad etilish sababi sifatida quyidagilar ko'rsatilgan. Kamila ariza topshirganida onasining yaqin qarindoshlarining O'zbekiston fuqaroligiga egaligi haqidagi ishonchli hujjat taqdim etmagani hamda fuqarolik to'g'risidagi qonunning 25-moddasiga ko'ra u soxta hujjatlardan foydalanlik fuqarolik to'g'risidagi qonunning 25-moddasiga ko'ra u soxta hujjatlardan foydalanganlikda gumon qilinib, soddalashtirilgan tartibda fuqarolikka qabul qilinmagan. Endilikda uni aytishicha, Kamila faqat fuqarolikka tiklash tartibida ariza berishi mumkin, chunki unga fuqarolikka qabul qilishni rad etish haqida rasmiy qaror chiqarilgan. Ko'rib turibmizki, bu turdagi kazusda bir nechta shakllardan foydalanilgan. Masalan, kazusni o'zi umuman ta'limiy kazus hisoblanadi, ya'ni o'qituvchi tomonidan yaratilgan, lekin bu kazusda faktlar to'liq emasligi holati mavjud. Ya'ni Kamilaning ota-onasi yoki yaqin qarindoshlarining fuqaroligi haqida ma'lumot yo'q. Bundan tashqari, Kamila vaqtincha yashash guvohnomasida turibdimi yoki doimiy yashash guvohnomasida turibdimi, bu ham noma'lum. Bundan tashqari, ushbu vaziyatda normani qo'llashga doir shakl ham ishlatilgan. Masalan, ushbu holatda fuqarolik to'g'risidagi qonunning 25-moddasiga ko'ra fuqaro soxta hujjat tayyorlab fuqarolikni olgan bo'lsa, u fuqarolikdan mahrum etilishi haqida gap boradi. Lekin Kamila hali fuqarolikka qabul qilinmadi-ku, unga nisbatan bu holatni qo'llay olamizmi yoki yo'qmi, bu ham noma'lum hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu kazusda bevosita tushunchalarni, ya'ni nazariy kazus shaklidan ham foydalanilgan. Ya'ni fuqarolikka qabul qilish, fuqarolikni rad etish,
fuqarolikni tiklash singari tushunchalar aynan bu kazusda yechilishi talab etiladigan tushunchalar hisoblanadi. Biz siz bilan yuqorida shartli ravishda kazusni ba'zi bir shakllarini ko'rdik. Aslida kazusni shakllari bundan ham ko'p, lekin biz o'sha amaliyotda o'zimiz duch kelgan shaxsiy tajribadan kelib chiqib, sizga mana shu shakllarni yaxshilab o'rganishingiz hamda ta'lim olishda foydalanishingizni tavsiya etgan bo'lar edik. Kazusni shakllaridan keyin o'rganishimiz kerak bo'lgan muhim qismlardan biri bu kazusni tuzilish tartibi. Kazus bayon hamda savol qismlaridan iborat bo'ladi. Bayon qism bu kazusdagi holat to'liq aks etgan matn ko'rinishda bo'ladi hamda bu matn orasidan biz faktlarni, subyektlarni, ijtimoiy munosabatlarni aniqlaymiz hamda mana shu fakt, voqea, ijtimoiy munosabat, subyektlar o'zaro munosabati ortida muammoli vaziyat yuzaga keladi. Mana shu muammoli vaziyat esa kazusni bayon qismi yadrosi hisoblanadi. Aynan savol qismi mana shu muammoli vaziyatni aniqlashga yordam beruvchi, yo'naltiruvchi savol tarzida bizga taqdim etiladi. Endi kazusni yechishda eng muhim jihatlardan biri bu to'g'ri usulni tanlay olish va bizda bu jarayonda ayrik usuldan foydalanishni ko'plab olimlar tavsiya etadi. Ya'ni ayrik usuli bu kazuslarga yechim berishda ularni tizimli ravishda tahlil qilish orqali to'g'ri javobni topishga olib boruvchi o'ziga xos usul hisoblanadi. Bu inglizcha issue, rule, application, conclusion so'zlarining o'zaro birlashmasi natijasida yuzaga kelgan. Endi mana shu ayrik usulni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ekraningizda ko'rinib turgan odatda 3 ta paragrafga bo'lib olinadi yozilayotgan kazus ayrik usuldan foydalanilganda. Birinchi kazus sizni ekraningizda yashil o'sha rang bilan tasvirlangan qismda har doim kazusga kirganimizda kazusni o'qiymiz, faktlar, voqealar, hodisalarni aniqlaymiz va qiladigan asosiy ishimiz kazusdagi savollarni yozib olish bo'ladi. Demak, bizda kazusni birinchi paragrafida doimo siz savollarni yozib olishingiz kerak. Kazus turidan kelib chiqib va sizni qobiliyatingizdan kelib chiqib turib, bitta kazusda bitta, ikkita, ba'zan 3 ta, 4 talab savol bo'lib ketishi mumkin va siz hammasini birinchi yozib olishingiz kerak. Demak, shu orqali kazusni birinchi paragrafini siz muvaffaqiyatli uddalagan hisoblanasiz. Endi kazusni ikkinchi qismi esa ekraningizda turgan oq jadval orqali ifodalangan. Endi biz har bir yozib chiqqan savolimizga tizimli ravishda javob berishimiz kerak. Masalan, birinchi savolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi savol, demak, biz yuqorida aniqlagan birinchi savolni qo'yamiz hamda mana shu savoldan keyin biz bu savolni javobini topish uchun qaysi qoidani qo'llaydigan bo'lsak, qoidalarni yozamiz va endi savolga qoidani o'zaro taqqoslash, tahlil qilish orqali javob topish uchun application, ya'ni tatbiq etish qismidan foydalanamiz. Bu qismda kazusni eng muhim jarayoni bo'lib o'tadi. Ya'ni biz tahlilni amalga oshiramiz. Savolga nisbatan qo'llaniladigan qoidalarni tahlil qilamiz, tushunchalarni, olimlarning fikrlarini barchasini biz mana shu application qismida qo'llaymiz va hosil bo'lgan javobni biz conclusion qismida, ya'ni xulosa qismida aks ettiramiz. Xuddi shunday qilib ikkinchi savolga, undan so'ng 3-savolga va 4-savolga javob berib boramiz. Doimo yodingizda bo'lsin, bitta savolni tugatmasdan keyingi savolga o'tib ketmang. Sababi sizda birinchi savolni to'g'ri javobi kelasi savollaringizni yo'nalishiga o'ziga xos ravishda ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tizimli ravishda to'liq birinchi savolni issue, rule, application, conclusion qismlarini tahlil qilib yozib chiqing, undan keyin keyingi savollarga o'ting. Endi ayrik qismini, asosiy qismini tugatganimizdan so'ng bizda endi butun kazus bo'yicha xulosa beruvchi 3-paragrafimiz keladi. 3-paragrafda umumiy xulosa berishda biz barcha birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-savollarni conclusion qismidagi yozgan fikrlarimizni iloji boricha qisqartiribroq yakuniy qaror tarzida taqdim etamiz. Bunda taklif etiladigan usul javob yozganingizda birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan, 4-dan qilib berayotgan fikringizni tartiblab berishingiz maqsadga muvofiq. Chunki bu sizni javobingizni o'qiyotgan ustozda savolga bergan javobingiz bo'yicha yakuniy xulosangiz tizimli ekanligi hamda siz tahlilni to'g'ri amalga oshirganligingizni ko'rsatib beradigan jarayon hisoblanar ekan. Biz faqat
bugungi darsda mana shu jadval bilan cheklanib qolmaymiz. Sababi biz bugun siz bilan kazuslar ham tahlil qilishimiz kerak. Shunday ekan, endi mana shu ayrik usulini qo'llagan holda yuqorida ko'rgan kazus shakllarimizni tahlil qilish qismiga o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz davom etamiz. Demak, biz siz bilan endi ayrik usulini qo'llash orqali amaliyotchi bir kazusni tahlil qilamiz. Ya'ni birinchi kazus shaklida turgan kazusni hozir mana shu usulni qo'llab tahlil qilib chiqamiz. Demak, kazus quyidagicha. Fuqaro muayyan masala bo'yicha davlat organiga bergan arizasini davlat organi bu murojaat bizga emas, boshqa davlat organiga tegishli deb fuqaroning o'ziga qaytardi. Bu huquqiy jihatdan to'g'rimi? Demak, bizda kazus tayyor va endi biz uni bevosita siz bilan birgalikda yechishni boshlaymiz. Demak, birinchi bo'lib nima qilar edik? To'g'ri topdingiz. Birinchi bo'lib biz muammoni aniqlab olamiz. Ya'ni muammo qismida bizdan kutiladigan harakatlar nima? Birinchi navbatda doimo yodingizda bo'lsin, kazusni o'qigan vaqtingizda kirish qismida subyektlarni aniqlab olishingiz kerak. Chunki kazusda nechta subyekt bo'ladigan bo'lsa, ular o'rtasida qandaydir nizoli holat yuzaga kelishi mumkin. Subyektlarni aniqlab olish sizga qaysidir nizoni tahlil qilmasdan qolib ketish oldini olib beradi. Shuning uchun doimo subyektlarni aniqlab oling. Bizga berilgan kazusda esa birinchi subyekt fuqaro edi, davlat organiga murojaat qilgan. Ikkinchi subyekt o'sha murojaatni qabul qilib olgan davlat organi hisoblanadi. Demak, bizning kazusda ikkita subyekt bor ekan. Endi subyektlarni aniqlab olishdan asosiy maqsadimiz nima? Subyektlarni aniqlab olishdan asosiy maqsadimiz bu ularni o'rtasida qanday ijtimoiy munosabat yuzaga kelganligini aniqlash. Ya'ni ikkita shaxs o'rtasidagi munosabatni tartibga soluvchi qoidalarni aniqlab olish bizga bevosita kazusni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Va bundan tashqari aynan mana shu qism talabani bir fan doirasidan ikkinchi fan doirasiga o'tib ketishdan oldini oladi. Nima uchun? Chunki bilasiz, yuridik universitetida siz alohida fanlar bo'yicha ta'lim olib borasiz. Endi siz berilgan kazusda faqat o'sha fanga doir masalani tahlil etishingiz kerak. Masalan, konstitutsiyaviy huquqda ijtimoiy munosabatni tahlil qilganingizda uni subyektlari sifatida shaxs, jamiyat, davlat ishtirok etadi. Agar siz shaxs, jamiyat, davlat ishtirok etdi, bo'ldi, konstitutsiyaviy huquq hisoblayman desangiz xato bo'ladi. Nimaga? Chunki ijtimoiy munosabatlar bu boshqa huquq sohalarida ham bor. Endi konstitutsiyaviy huquq ijtimoiy munosabat qachon yuzaga keladi deydigan bo'lsak, bu inson huquqlarini ta'minlash hamda davlat hokimiyatini tashkil etish bilan bog'liq masala yuzasidan shaxslar munosabatga kirishsa, siz o'sha munosabatni konstitutsiyaviy huquqiy munosabat deb bemalol qo'rqmasdan kazusni davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Va navbatdagi masala faktlarni aniqlab olish. Faktlarni aniqlash orqali siz kazusdagi barcha javobga olib boradigan taxminiy yo'llarni aniqlab olasiz. Masalan, ushbu kazusda bizda ikkita fakt bor. Birinchisi fuqaroning ariza berganligi, ikkinchisi davlat organining arizani fuqaroga qaytarib berganligi. Demak, shu muammo qismida mana shu narsalarni bilish bizga bevosita savolni to'g'ri qo'yib olishga yordam berar ekan. Endi mana shu to'g'ri aniqlab olgan yo'limiz orqali biz savolni qo'yib oldik. Ya'ni bizda kazusda faqat bittagina asosiy savol bor ekan. Ya'ni bu ham bo'lsa, davlat organi tomonidan murojaat bizga emas, boshqa davlat organiga tegishli degan vaj bilan murojaatni fuqaroni o'ziga qaytarish holati huquqiy asosga egami degan masalani biz siz bilan mana shu kazus doirasida tahlil etishimiz kerak ekan. Endi biz bevosita savolni aniqlab oldik. Endi bu savolga yechim topish uchun biz qanday qoidalarni qo'llaymiz? Bu savolga bizda navbatdagi qism, ya'ni rule, qoida qismi javob beradi. Unga muvofiq biz kazusda birinchi navbatda berilgan subyektlar o'rtasida yuzaga kelgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalarni nima qilishimiz kerak? Topib olishimiz kerak. Chunki bular o'rtasida yuzaga keladigan munosabat albatta qandaydir qoida asosida tartibga solinadi va biz o'sha qoidalarni birinchi topib olishimiz kerak. Ba'zan esa, masalan, nazariy doktrinal kazuslarda qoida emas, qaysidir olimlarning fikrlarini topishga majbur bo'lamiz. Sababi undagi masalani tartibga soluvchi bu qaysidir doktrinal tushuncha, kategoriya hisoblanadi. Endi bizni kazusda esa mana bu ikkita qoida
bizda yuzaga kelgan savolga nisbatan javob bo'lishi mumkin ekan. Bu birinchisi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2 hamda 40-moddalari, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning 5, 6, 25, 28-moddalari. Demak, biz mana shu moddalarni qo'llay olsak, to'g'ri ravishda kazusga javob topa olar ekanmiz. Endi moddalarni topdik. Endi asosiy nima ish qoldi? Mana shu moddalardan kelib chiqib turib, har bir masalani tahlil etib o'tish. Ya'ni bu bizda application qismi, ya'ni qoidalarni qo'llash, tatbiq etish qismida amalga oshiriladi. Buning uchun biz har bir yuqoridagi normalarni real shartli vaziyat bilan solishtirib tahlil qilamiz. Kerak bo'lsa, qaysidir kazuslarda olimlar fikrlari, sud amaliyotlarini ham tahlil qilishimiz mumkin va umuman olganda mana shu keltirgan har bir normamizni mazmun mohiyatini chuqur anglab, ularni vaziyatga to'g'ri bog'lay olish mana shu qismning eng asosiy qismi hisoblanar ekan. Endi esa men sizga o'zim yozgan namunani ko'rsataman. Demak, fuqaroga murojaatni davlat organi qaytarishi huquqiy asosga egami degan savolga men quyidagi qoidalarni qo'llab mana bunday javob taqdim etdim. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bevosita davlat organlariga yozma, og'zaki, elektron ravishda murojaat qilishlari mumkin. Bu masalani mana shu qismda tahlil qilganman. Vaqt ko'p ketmasligi uchun buni to'xtatib rasmga olib olishingiz mumkin. Ya'ni bu qismda men aytmoqchimanki, fuqaro haqiqatda murojaat qilish huquqi bor. Bundan tashqari murojaatiga 15 kun ichida javob berilishi kerak edi va eng asosiysi mana shu qismda ko'rsatilgan birorta narsada fuqaro bilan muammo yuzaga kelmagan. Muammo mana bu qismda. Ya'ni fuqaro bevosita davlat organi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, o'z murojaatini noto'g'ri organga taqdim etgan. Ya'ni u aslida boshqa organga murojaat qilish kerak edi, lekin u boshqa organga murojaat qildi. Bunday holatda davlat organining fikri bo'yicha masala fuqaroga qaytarib berilishi kerak. Aslida ham shundaymi degan savolga men jismoniy va yuridik shaxslarning murojaat to'g'risidagi qonunning 25-moddasi 2-qismiga ko'ra bir moddani topdim. Unga muvofiq bevosita agar noto'g'ri murojaat bo'ladigan bo'lsa, davlat organi murojaatni o'zi qabul qiladi hamda aslida yuborilishi kerak bo'lgan organga o'zi yuboradi. Hamda bu haqida fuqaroga xabar qilib qo'yish kerak. Mana shu qoida davlat organining majburiyati hisoblanadi. Agar davlat organi mana shu majburiyatini bajarmaydigan bo'lsa, u holatda u qonuniylik prinsipini buzgan bo'ladi. Sababi murojaat bilan ishlovchi mas'ul shaxs qonunda o'ziga belgilangan majburiyatni to'g'ri amalga oshirmagan hisoblanadi. Natijada nima bo'ladi? Fuqaroning manfaatiga zarar yetadi. O'zi aslida bu normani kiritishdan maqsad davlatni. Bilamizki, agar fuqaro noto'g'ri adresatga murojaat qiladigan bo'lsa, u qaytib arizani yana o'ziga berib turib, o'zi yana qaytib boshqa davlat organiga murojaat qilishi natijasida byurokratiya kuchayib ketadi hamda fuqaro sansalorlikka uchrashi mumkin. Bu esa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasiga muvofiq emas. Sababi davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldir degan prinsip fuqarolarni og'irini yengil qilish davlat organlarining asosiy vazifasi hisoblanadi. Demak, meni fikrim bo'yicha bu joyda qonunlarni qo'llagan holda aytishim mumkinki, davlat organi xatoga yo'l qo'ygan. Endi men asosiy qismda masalani tahlil qilib oldim. Endi menda navbatdagi so'nggi qism bu xulosa qismi. Xulosa qismida endi men yuqoridagi tahlilimdan kelib chiqib turib, o'zimni qat'iy pozitsiyamni lo'nda qilib tushuntirib bera olishim kerak. Ya'ni butun boshli kazusdagi savolga men endi mana shu qismda javob beraman. Ya'ni unga ko'ra men xulosa qilib aytishim mumkinki, ushbu holatda davlat organi mansabdor shaxsi xatoga yo'l qo'ygan. U arizani fuqaroga emas, balki ariza yuborilishi kerak bo'lgan organga yuborib, bu haqda fuqaroni 5 kun ichida xabardor qilish kerak edi. Lekin bu ko'rib turganimizdek bu ishni amalga oshirmagan. Ko'rib turganingizdek siz bilan biz bitta kazusni tugatdik. Buning uchun biz uni savolini aniqlab oldik, unga ishlatadigan qoidalarimizni aniqlab oldik. Savol hamda qoidalarni o'zaro aralashtirgan holda biz tahlilni amalga oshirdik va so'ngida mana bu ekraningizda ko'rinib turgan xulosaga keldik.
Menimcha ko'rib turganingizdek kazus yechish unchalik qiyin emas va sizni ham albatta bu jarayon qo'lingizdan keladi. Va bir narsani unutmang, biz hozir yuqorida ko'rgan kazusimizda faqat bitta savol bo'lganligi uchun ayrikni bir marta ishlatdik. Chunki bizda bitta savol bor edi. Fuqaroga arizani qaytarib berish huquqiy asosga egami degan. Agar bizda bitta emas, bir nechta savol bo'ladigan bo'lsa, ayrik qismini qayta ishlataveramiz. Ya'ni o'sha boshida ko'rsatgan jadvalim o'sha joyda yana qayta ishlab ketaverar ekan. Endi siz yozgan yozma ishingizni professor o'qituvchilar nima asosda baholaydi deydigan bo'lsak, ekraningizda ko'rinib turgan 2780 sonli nizom bor. Ushbu nizomda talaba ishini baholash tartibi belgilab qo'yilgan. Shaxsiy maslahat sifatida sizga aytaman, nizomni 7-bobi bilan yaxshilab tanishib chiqishingiz kerak, chunki bu bob baholashga tegishli. Nizomni o'sha 7-bobi ichidagi 54-band esa sizga bevosita o'zingiz ta'lim olayotgan, tahsil olayotgan modul doirasida mukammal kazus yozish hamda a'lo baho olish uchun qanday talablarga javob beradigan kazusni yozishingiz kerakligini ko'rsatib o'tadi. Va bir narsani sizga aytib o'tmoqchiman. Mana bu siz bilan ko'rib chiqqan kazusimiz oraliq hamda yakuniy kazuslardan odatda ba'zida farq qilib qolishi mumkin. Sababi oraliq kazuslarda ba'zi bir holatlarda Konstitutsiya sud qarorlarini yozishga taqdim etishimiz mumkin yoki yakuniy kazuslarida mana bu issue qismi o'zi bilan keladi. Ya'ni savol qismi sizga yacheykada o'zi kelib qolishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy maslahatim, mana shu javob yozayotgan vaqtingizda, ya'ni tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtingizda albatta o'zingizga seminar mashg'ulotlari yoki ma'ruza mashg'ulotlarini olib boradigan professor o'qituvchi oldidan maslahat olib qo'ying. Bu sizga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarni oldini olishga yordam beradi. Yuqorida biz faqatgina amaliyotchi kazusni ayrik uslubini qo'llagan holda tahlil etdik. Lekin bizda hali boshqa ko'plab kazus turlari ham mavjud. Agar sizga mana shu kazus turlarini tahlili qiziq bo'ladigan bo'lsa, video ostida qoldirgan havolamiz orqali Telegram kanalimizga o'ting hamda ularni yozma variantini PDF shaklda o'zingizga saqlab oling. O'ylaymanki, video sizga foydali bo'ldi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling hamda bitta like hamda bitta kommentariy orqali bizni qo'llab-quvvatlang. Kelasi videolarda ko'rishguncha sog'-omon bo'ling.